Hem zor hem arzon. Do'stlar, mashinamiz 2013 Captiva 3 bo'ladi. Zolskoy ham meri. Hech yer perdelka bo'lmagan. Zo'rindan diskalar qo'yilgan. Balonni aytib o'tamiz. Balon ham top-toza. Top-toza balon. Keyin yonbosh oyna bu oldingi eshik, keyin oldingi laboya sonsiz ochtalar urilgan. Chiroyli bo'lib, akkuratli bo'lib turibdi mashinamiz. Arqalari ham. Keyin bunga qiziqarliligi dekabrda metan ham qo'yilgan do'stlar. Yaqinda shu vaqtgacha benzin yurgan mashinamiz. U o'ta ideal sostoyaniyada turibdi mashinamiz. Endi shumkasi ham bor. Shumkasi ham bor. Plus keyin ichine keladigan bo'lsak do'stlar, ichine qaranglar. Ham akkuratli. Shipkalar ham ideal sostoyaniyada turibdi. Chexollar top-toza hali, zo'rindan turibdi. Rol, Mercedes-ga, shumka, chexol, polik. Akkuratli monitorlar içinde. Lüklari, konditsionerlar ham hamma ishlab turibdi. Buni chexollar ham qo'ygan ekan tagida. Akkuratli bo'lib turibdi mashina do'stlar. Hech yerinde kami sikuduki yo'q mashina. Любой yerini tekshirtirib olaverasizlar. Hamma akkuratli, sidralar ham ideal sostoyaniyada turibdi hali. Bir yeri tirqatmagan. Mana tonirovka uramanda bilmaysiz yozdayni. Emin sonsiz ochtalar, oldindan ham boyna quyoshdan himoya etib turadi. Balonlar toza. Mashinamiz 3lik bo'ladi. Metan 65 dan ikkisi. Buni bahasini ayiradigan bo'lsak do'stlar, bahasini 115 million so'm aytib qo'yamiz. Bir Nexia 3 bir Spark'ning puli do'stlar. Kimga ma'qul kelsa, telefon urasizlar, agar naqd pul bo'lsa, kelishib beramiz ustunda. Kimga qiziq bo'lsa, telefon uraverasizlar. Pastda telefon nomerlar bo'ladi.